Respublika bo'ylab o'tkazilayotgan huquqiy eksperiment Navoiy viloyatida. Ayni paytda biz Navoiy shahridagi markaziy bozordamiz. Bu yerda navoiyliklarning huquqiy savodxonlik darajasi, ogohligi, qay darajada ehtiyotkorligi va ishonuvchanligi sinovdan o'tadi. Marhamat, jarayonni kuzatamiz. Muhammadjon, nimani skaner qildingiz hozir? Mana uni. Buni nima ekan bu? Nima deb o'yladingiz buni? Mashina yutib olsa bo'ladi o'ylagandim. Chevrolet Tracker yutdingiz chiqdi. Buron nima pulimni olmayman-da? Dastlab o'sha harakot skanerladim. Keyin Telegram orqali o'tdi va turli nomer va kodlarni so'radi. Men dastlab nomerni kiritish va kodni jo'natishga ikkilandim, chunki televizorlarda, turli ijtimoiy tarmoqlarda turli jinoyatchilar haqida ogohlantirib kelishyapti. Shuning uchun men 4 tal kodni o'sha bermadim. 3585 raqam keldi. Jo'natasizmi buni? Nima jo'natdim? Jo'natdingizmi? Nima ismingiz keldi endi? Bu eksperiment aytdi, siz hech narsa yutolmadingiz deb. Agar bu haqiqiy firibgarlik bo'lganda telefon raqamingiz o'g'irlangan bo'lardi. Bank hisobingizdan pul yechib olinardi. Shaxsiy ma'lumotlaringiz sotilgan bo'lardi debdi-da. Qanaqa xulosa chiqadi? O'zi bu jarayonlarda ishtirok etgansiz, bilasizmi? Yo'q, endi birinchi marta nima qilyapman? Buni eshitib keldim-da, bir sinab ko'ray dedim. Qanday nima bo'lar ekan dedim. Sizga rahmat, siz huquqiy eksperimentda ishtirok etdingiz. 4 talik kodni hech qachon hech kimga bermang. Bu shaxsga doir ma'lumot bo'lishi mumkin.